Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. YouTube kanalida o'zim shu quyosh panellarini yana obzorini boshladik. Aytmoqchimizki, hammaga manfaatli bo'lgan tarzda ishimizni boshladik. Mana hozir 10 kilovatli o'tgan yili 2025-yili o'rnatdik quyosh panellarini yana hammaga manfaatli bo'lish uchun subsidiya masalalarini ko'tarib chiqqanmiz. Davlat tomonidan 20% gacha chegirma ajratilyapti. Energiya vazirligi huzurida ochilgan Energiya samaradorlik milliy agentligi esma.uz hech kim esdan chiqmasin. 10 kilovatli o'rnatib berdik subsidiya asosida 32 million 800 narxi ham bor. Mana 10 kilovatli panellarimiz turibdi. Bu Jinko 615 lik DEA inverter bilan qo'yganmiz. Hozir bu holatda xaridor nima taklif qilishdi? Foydasini ko'rgandan keyin bizga yana taklif qilishdi, 20 kilovat yana qo'shimcha qo'yib berishdi. Mana hozir 10 kilovatli stansiyamizda, ya'ni 10 kilovatli stansiyamizni 30 kilovatga aylantirib bering, kattalashtirib bering deydi, foydasini ko'rgandan keyin. Shuni hisobiga biz hozir 10 kilovatli inverterimizni o'tgan yil qo'yganimiz qaytib olamiz, o'rniga 30 kilovatli o'rnatib beramiz. Bu degani hali o'zimiz o'zaro kelishib arzonroq narxda olamiz, o'rniga yangi kattasini qo'yib beramiz 30 kilovatlisini. Hozir quyosh paneli mana so'rib topgan qo'ysa bo'ladi, yaxshi turibdi. Faqat o'sha quyoshni yo'nalishini to'g'ri tanlagan holda so'rib topgan qo'ysa bo'ladi. Mana bizga qo'yilgan. Yaxshi, holati yaxshi. Yana nima aytmoqchiman? Shu jumladan foydasi borki, hamma shunga hozir yuryapti. Hali foydasi yo'q deganlar o'sha oldingi paytda yomon panel qo'ydirib olib, arzonroq panel qo'ydirgan, o'shaning hisobiga o'sha yerda effekt bermayapti. Hozir hamma panellar 2025 chiqqan, hamma panellar zo'r, effekti zo'r chiqyapti. Undan oldin ham yaxshilar chiqqan. Qo'yganlarimiz hammasi hali uyaltirgan yo'q. Bunda endi aytmoqchimanki, yaxshi sifatli narsa qo'ysalaring, mayli narxiga 3 million, 1 million, 2 million qimmat bo'lishi mumkin, lekin sifatli narsa qo'ysalaring uzoqroqqa chidab beradi. Sizlar aytgan ishni qiladi. Hozir 30 kilovat inverter ulash jarayoni ketyapti ustalarda. Qani, yuring. Mana ustamiz ishlashyapti. 30 kilovatli inverterda ulanish jarayoni. Mana hozir chetlarini tergamiz chiroyli qilib. Ertaga xudo xolasa zapus qilamiz. Ertaga ishlatamiz. Panellarni ham ko'rsataylik. Hali 20 kilovat qo'yganmiz. Mana bu yerda ham klientimiz aytgandek suratdan qilib, chiroyli qilib o'rnatib berishdi. Mana bu yerda 20 kilovat panelimiz hozir bu tomonda, hozir ikkinchi tomda ham bor. Yarim qismi tomdagini ham ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Mana bugun kecha oldik obzor, mana bugungi qo'ydik, ishlatib berdik inverterlarimizni. Inverterlar 30 kilovatli. Ishlab chiqarayotgan toki bugun 4-fevral 2026-yil. Ishlab chiqarayotgan toki 19 kilovat 500 watt. Yaqin 20 kilovat ishlab chiqaradi. Bugungi kunda mana shu quyosh kunimizda yaxshi tok ishlab chiqaryapti. 30 kilovatli stansiyamiz. Hozir bugun podключ qildik, hammasini podключение qilib ishga tushirib berdik. Biz 10 kilovatli inverterda 30 kilovatga almashtirib beramiz. Trading deyiladi. Ya'ni o'zimiz tilda yangisi eskisini olib, yangisiga almashtirib beramiz. Arzonroq narxda olamiz eskisini. Yangi istagan 50 kilovatmi, 100 kilovatmi o'rnatib beramiz o'rniga. Hozir bitta 10 kilovatni oldik, o'rniga 30 kilovatni o'rnatyapmiz. Asosiy maqsadimiz shu, hammaga yaxshilik ulashish, to'g'ri maslahat berish, eng asosiysi, eng qizig'i subsidiyani hamma ko'nglimizga, hamma O'zbekiston bor, O'zbekistonda hamma kadastri borlar, hammasi subsidiyadan foydalanishni iltimos qilgan bo'lardik. Hammaga subsidiya olish maslahatini berardik. Bu subsidiya hozir mana biz oldingi videomizda subsidiyani ko'targan edik. Subsidiya ko'p, juda ham ko'p. Haligi tushunmovchilar juda katta ekan hali bizda. O'shuning uchun subsidiya jarayoni sekinlashib ketyapti. Endi buni biz tezlatishimiz kerak. Buni xalqqa, ommaga ko'tarib tezlatishimiz kerak. Mana prezidentimiz tomonidan shu narsalar ochildi, shularga ruxsat berildi. Quyosh panellariga mana subsidiya deganda 1000 so'mdan sotib olyapti. Mana bizni hozir 20% subsidiyamiz nimani anglatadi? Bu qaytarilmas bu. Hali hamma har xil tushunyaptiki, bu kreditmi, yillar davomida qaytaramanmi? Yo'q, bunaqa narsa yo'q bu yerda. Bu faqat sizlarning o'rinlaringiz, sizlar o'sha summani bizga to'lamaysizlar, sizlar to'laydigan summani davlat bizga tashlab beradi. To'lab berishadi. O'shaning hisobiga oddiy qilib tilda tushuntiraman. Masalan, 75 million so'mlik tovarimiz
20% chegirganda sizga 60 millionga tushadi. 60 million siz bizga to'laysiz, olgan 15 million moliya vazirligidan bizga moliyalashtirib beriladi. Sizlar o'sha narsani to'laymiz. U summa qaytarilmas summa. Hech kim qaytarmaydi. Har bir kadastrga subsidiya olishga haqqi bor. Har bir kadastrga. Ko'pchilik savol beryapti. Kreditim bor edi-yu, qachon qaytaraman? Bunaqa gaplar yo'q. Bank tarixiga kredit, bunaqa narsa hech nima ta'siri yo'q. Bu o'zi alohida narsa bu. Faqatgina subsidiya olganlarga, masalan, oldingisi Energy Market orqali olingan subsidiyali xonadonlar qaytib olmaydi. Har bitta xonadonga bir martalik subsidiya bor. Bunda mana teplovoy nasosga, issiqlik nasosga 40%, juda ham hozir zo'r qulay. Issiqlik, quyosh suv isitiga 20%, quyosh panellariga 20%. Bundan unumli foydalanish kerak. Hamma nima deydi, bizda like bosing, unaqalarni istaydi yo'q. Siz yaqinlaringizga ulashing, maslahat bering. Like pay kerak emas bizga. Shu to'g'ri foydalansak bo'ldi. Shu tanishlaringga yuboringlar. Shu shundan foydalansin 20% subsidiyadan. Xizmatlarimiz kerak bo'lsa, shu nomerga qo'ng'iroq qilasizlar. Biz hamisha xizmatga tayyormiz.